Assalomu alaykum, hurmatli toshloqliklar va tumanimiz mehmonlari. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari va bevosita rahbarligida barcha sohalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz ana shu yangilanish, o'zgarishlar samarador bo'lishini kafolati sifatida mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, buning uchun jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini tubdan yaxshilashni davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri darajasiga ko'tardilar va amaliy ishlarga kirishildi. Yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashish ana shunday umummilliy dolzarb vazifaga aylantirildi. Tumanimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashning yangi mexanizmlari joriy etilmoqda. Bu ishlarimiz kundalik hayotda ham ko'rinmoqda. Jinoyatlar uchun jazo muqarrarligini ta'minlash vazifasi qanchalik muhim bo'lsa, ularni keltirib chiqarayotgan sabab va omillarni bartaraf qilish, tumanning har bir ko'chasida, bozorida, jamoat joylarida xavfsiz muhit yaratish choralari ko'rilmoqda. Jinoyatlarning sabablarini mahallabay va sohabay muhokama qilish tartibi, mahallalarni kriminogen darajasida toifalash tizimi, mahalla yettiligi instituti, ijtimoiy profilaktika tamoyili asosida huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish amaliyoti doirasida aholida xavfsizlik hissini shakllantirish borasida qator samarali chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Har bir mahallada huquqbuzarlikni erta oldini olish, kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha yangi mexanizm joriy etilib, rahbarligimda idoralararo muvofiqlashtiruvchi shtab faoliyati yo'lga qo'yildi. Tumandagi jami 51 ta mahallani kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan 6 ta mahallasida mas'ul rahbarlar nomma-nom biriktirilib, barcha mahallalarning yo'l xaritalari ishlab chiqilib, ijroga qaratildi. Yo'l xaritalari ijrosi yuzasidan yil boshidan mahallalardagi aholi gavjum joylariga 350 ta, mahallalarning asosiy kirish-chiqish joylariga esa 52 ta, bozor va savdo markazlariga yuzni va avtomobil raqamini tanib oluvchi 11 ta, jami 441 ta kameralar hamda uylarning kirish-chiqish yo'laklariga 5 ta tashvish tugmalari o'rnatildi. 466 ta savdo muassasalari va 17 ta xonadonlar tezkor qo'riqlovga olindi. Davlat rahbarining qaroriga asosan hududlarda kriminogen vaziyat hamda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kunlik so'rov va o'rganishlarni yo'lga qo'ydik. Sodir etilgan jinoyatlar xususiyatini inobatga olgan holda ikkinchi chorak uchun yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Biz huquqni muhofaza qiluvchi organlar aholining konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarishda qonuniylikni ta'minlash, huquq tartibotini mustahkamlash uchun zimmamizda katta mas'uliyat yotganligini, hal etishimiz zarur bo'lgan masalalar ko'p ekanligini juda yaxshi tushunamiz. Shuning uchun ham dolzarb va muhim vazifa sifatida belgilab berilgan bu ishlarni sohaga tatbiq qilish, tumanda kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash bo'yicha prokuratura organlarida kuchaytirilgan ish tartibi joriy etilib, doimiy davom etadigan sohaviy nazorat o'rnatildi. Shu nuqtai nazardan huquqbuzarlik va jinoyatlarni oldini olish bo'yicha dastlabki bajarilgan ishlar va tahlillarning natijalari yuzasidan axborot bermoqchiman. Jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyati samaradorligini oshirishda sohaviy nazorat kuchaytirildi. Aholi tomonidan ko'proq e'tibor berilishi hamda hamkorlikni kuchaytirilishi kerak bo'lgan jinoiy omillarga diqqat qaratmoqchiman. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston huquq tartibot idoralari ilgari duch kelmagan kiber maskandagi jinoyatlar salmog'i ortishi anchagina tashkiliy choralar ko'rilishini taqozo etmoqda. Ma'lumot uchun tumandagi jinoyatlarning 40%ni axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar tashkil etmoqda. So'nggi yillarda bu toifadagi jinoyatlar bir necha baravarga ko'paydi. Ushbu yo'nalishda aholini xabardor qilish va tushuntirish ishlarini olib borish qanchalik muhim ekanligini anglab yetdik. Ijtimoiy tarmoqlar, mahallalar Telegram messenjeridagi kanallarda xabarlarni ko'paytirdik. Banklar, yoqilg'i quyish shoxobchalari, bozorlarda bukletlar tarqatilmoqda. Joylardagi uchrashuv, suhbatlar orqali bunday jinoiy holatlardan xabardor qilingan aholi hushyorlikni oshirmoqda. Aziz toshloqliklar, shu o'rinda kriminogen vaziyatga ta'sir ko'rsatuvchi jinoyatlarning ayrim turlari borasida ham gapirmoqchiman. Aytish kerakki, yilning o'tgan davrida voyaga yetmaganlar, yoshlar, muqaddam sudlanganlar jinoyatini kamaytirishga erishgan bo'lsak-da, birgina ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar oshgan. Xususan oila va turmushda sodir etilgan huquqbuzarliklar ham tahlil qilinganda, huquqbuzarliklarning sodir etilishiga oilaviy maishiy muammolar asosiy sabab bo'layotganligi aniqlandi. Shu sababli notinch, ajrim yoqasidagi oilalarning mavjud muammolarini bartaraf etish maqsadida boshqa idoralar va keng jamoatchilikni jalb qildik. Shuningdek, voyaga yetmaganlar jinoyatiga favqulodda holat sifatida qaralib, ularga ta'lim va tarbiyani berishda majburiyatlarini bajarmagan ota-onalar hamda yashash va o'qish joylaridagi mutasaddilarning javobgarligi kuchaytirildi. Ta'lim muassasalari va jamoat joylarida mas'ullar tomonidan o'tkazilgan profilaktik tadbirlar davomida uzoq muddatga ketgan 54 nafar bolalar
muntazam dars qoldiruvchi 24 nafar, tarbiyasi og'ir 69 nafar o'quvchilar aniqlanib, ularning 69 nafari maktablarga qaytarildi. Hurmatli fuqarolar, juda ko'p masalalarda dunyoqarashimiz o'zgarishi zarur. Buning ustida muntazam ish olib bormoqdamiz. Prezidentimiz talab qilayotgan jinoyatlarning oqibatlari emas, ularning sabablarini, huquqbuzarliklarga imkon beruvchi shart-sharoitlarni bartaraf qilishni ustuvor vazifa deb xalq bilan birgalikda harakat qilishimiz kerak. Buning uchun har bir mahalla va xonadongacha tushib, huquqbuzarliklar omillarini aniqlashga e'tiborimizni kuchaytiramiz. Jinoyat sodir etgan va bunga moyilligi bo'lgan fuqarolar bilan uchrashuvlar o'tkazib, fuqarobay ishlash tizimini joriy qilamiz. Huquqbuzarliklar va jinoyatlarni sodir etilishiga sabab bo'layotgan oilaviy, ijtimoiy, moddiy va psixologik muammolarni hal qilishga, har bir fuqaroda jinoyatchilikka qarshi immunitetni bolalikdan shakllantirishga alohida e'tiborimizni qaratamiz. Aziz toshloqliklar, jinoyatlarga qarshi kurashishda prokuratura organlari ko'mak va hamkorlikda jinoyatlarni har qanday ko'rinishiga chek qo'yishga kafolat beradi. Shunday ekan, aholi va keng jamoatchilikni jinoyatlarni oldini olishga hamda ularni bartaraf etishga faol hamkorlikka chaqiramiz. Zero, sodir etilayotgan jinoyatlarni fosh etilishi va oldi olinishida xalqimizdan mas'uliyat, tashabbuskorlik hamda daxldorlik hissi bilan yondashishni so'rab qolamiz. Shuni yana bir bor alohida qayd etamanki, jinoyatlarni har qanday ko'rinishiga tezkor ravishda munosabat bildirishga, jinoyatga qo'l urganlarga nisbatan jazoning muqarrar ta'minlanishiga shaxsan kafolat beraman. Barchamiz jinoyatdan xoli yangi O'zbekiston uchun birlashaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.